Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Eron prezidenti urushni tugatish uchun tovon puli talab qildi. AQSh Eron bilan urushda g'alaba qozondi. Donald Tramp. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonda qo'lga olindi. AQSh razvedkasi Eronning qulashiga ishonmayapti. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizning telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store dan yuklab oling. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Eron prezidenti urushni tugatish uchun tovon puli talab qildi. Sionistik rejim va AQSh boshlagan bu urushni tugatishning yagona yo'li Eronning qonuniy huquqlarini tan olish, mamlakatimizga to'lash va kelajakda tajovuzdan mustahkam xalqaro kafolatlar berishdir, deya ta'kidladi Mas'ud Pezeshkian. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonda qo'lga olindi. Ozarbayjonning Baku shahridagi BSVIP klinikasida xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi Iqbol Soliyev qo'lga olindi. Bu haqda Global Info xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Soliyev klinikada bemorlarni noqonuniy davolagan. Shu paytda klinikada katta navbat va tartibsizliklar yuzaga kelgan. Soliyev bioenergiya yoki energiya terapiyasi bilan shug'ullanishini bildirgan va har bir bemorni 60 manatdan 400 ming so'mdan davolagan. Klinika ma'lumotiga ko'ra, Iqbol Soliyev ushbu tibbiyot muassasasining xodimi emas. Shunday bo'lsa ham u 2 kunlik qabul o'tkazib, keyin klinikadan ketgan. Rossiya maxsus borti Eron uchun dori-darmon olib bormoqda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, vazirlik maxsus aviareysi dori-darmon vositalarini keyinchalik Eronga topshirish uchun Ozarbayjonga yetkazib bermoqda. Insonparvarlik yordami doirasida jami 13 tonna dori-darmon yetkaziladi. Eronning yangi rahbari Mujtabo Xamanai AQSh va Isroilning ilk zarbalari natijasida oyog'idan yaralangani ma'lum bo'ldi. AQSh urushda turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tramp Erondan bunday qarshilikni kutmagan ko'rinadi. Mutaxassislarning fikricha, mojaro asta-sekin qurol-yarog' zaxiralari bo'yicha raqobatga aylanib ketmoqda. Xitoy Tojikistonning Tolibon bilan chegara postlarini ko'rib beradi. AQSh Eron bilan urushda g'alaba qozondi. Donald Tramp. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Epic g'azab deb nomlangan amaliyot muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu ajoyib nom. Unda biz g'alaba qozondik. Hammasi amalda birinchi soatdayoq tugadi. Biz g'alaba qozondik, dedi Tramp. AQSh razvedkasi Eronning qulashiga ishonmayapti. Amerika razvedkasi Eron ustidan amalga oshirilgan zarbalar hukumatni qulashiga olib kelmaganini aniqladi. Isroillik manba bu uchun yer usti operatsiyasi zarurligini ta'kidladi. Bu haqda AQSh razvedkasining 3 manbasiga tayanib Reuters xabar berdi. Nashrga ko'ra, Eron hukumati pozitsiyalari AQSh va Isroil bilan 2 haftalik urush davomida barqaror bo'lib qolgan va yaqin kelajakda qulash xavfi yo'q. Ko'plab razvedka hisobotlarida rejim qulash xavfida emas va u Eron aholisini nazorat qilmoqda degan izchil tahlillar keltirilgan, deydi manbalardan biri. Oxirgi shunday xulosa qiluvchi hisobot yaqinda taqdim etilgan. Shuningdek, Isroilning yuqori martabali rasmiylari ham Eron rejimi tez orada qulashiga ishonch yo'qligini tan olgan. Agentlik manbalari shuni qo'shimcha qiladiki, vaziyat hududlarda o'zgaruvchan va Eron ichidagi dinamika kelajakda o'zgarishi mumkin. Isroillik manbaning ta'kidlashicha, Tel Aviv Eron hukumati mavjud rejimni saqlab qolishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Uning aytishicha, hukumatni almashtirish uchun yer usti operatsiyasi talab qilinadi. 28 fevral kuni Eron hududiga zarbalar berilgach va Epic g'azab harbiy operatsiyasi boshlanganidan so'ng AQSh prezidenti Donald Tramp uning maqsadi Eron rejimidan keladigan xavflardan Amerika xalqi va uning ittifoqchilarini himoya qilish deb ma'lum qilgan. Zarbalar davomida AQSh va Isroil mamlakatning harbiy siyosiy boshqaruv obyektlariga ko'plab hujumlar amalga oshirgan. Urush boshidan beri Washington Eron hududida yer usti harbiy operatsiyasini o'tkazish imkoniyatini istisno qilmaydi. Tramp aytganidek, Tehronga qarshi operatsiya 4 hafta davom etishi mumkin. O'zbekistonda AI-92 benzin narxi keskin oshdi. 10 mart kuni o'tkazilgan birja savdolarida AI-92 markali benzinning narxi 7,4% ga oshdi. Bu haqda Respublika tovar xomashyo birjasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, benzinning 1 tonnasi narxi 878,9 ming so'mga oshib, 12 million 723 ming so'mga yetgan. Bu esa hisob-kitoblarga ko'ra 1 litr yoqilg'iga o'rtacha 9,5 ming so'm atrofida to'g'ri keladi. Yil boshida AI-92 benzini narxi bundan ham yuqori bo'lib,
qilib 12 million 752 ming so'm darajasida qayd etilgan edi. 6-mart kungi savdolarda esa narxi 11 million 844 ming so'mgacha pasaygandi. Mutaxassislar yoqilg'i narxidagi o'zgarishlarni global energetika bozoridagi vaziyat bilan ham bog'lamoqda. AQSh va Isroilning Eron bilan urushi fonida Hormuz bo'g'ozi yopilgani sababli 9-mart kuni Brent markali neft narxi 20% ga oshib 1 barrel uchun 111,4 dollarga yetdi. Bunday keskin o'sish 2022-yildan buyon ilk bor kuzatilmoqda. Bu jarayon global iqtisodiyot ishtirokchisi bo'lgan O'zbekiston bozoriga ham ta'sir ko'rsatishi kutilayotgandi. Mamlakatda neft qazib olinib, benzin ishlab chiqarilishiga qaramay, yoqilg'ining bir qismi import qilinadi. Masalan, 2025-yilda O'zbekistonda xorijdan 2 milliard dollarlik neft va neft mahsulotlari import qilgan. Shundan 1,55 milliard dollari benzinga to'g'ri kelgan. Bu ko'rsatkich neft importida 2,2%, benzin importida esa 5,8% o'sishni ko'rsatgan. Joriy yilning yanvar oyida mamlakatda 205,4 million dollarlik neft va neft mahsulotlari olib kelingan. Shundan 170 million dollari avtomobillar uchun benzinga to'g'ri kelgan. Natijada neft importi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43,2% ga, benzin importi esa 44,8% ga oshgan. Shu bilan birga qish mavsumida ayrim hududlarda gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar sabab ayrim avtomobil gaz to'ldirish shoxobchalari faoliyati vaqtincha to'xtatilgani kuzatilgan. Energetika vazirligi bunga sovuq ob-havo tufayli gaz bosimining pasayishini sabab sifatida ko'rsatib kelmoqda. AQShga bo'ron va tornado yopirildi, qurbonlar bor. AQShning Illinois va Indiana shtatlariga kuchli bo'ron va tornado yopirildi. Oqibatda kamida 2 kishi halok bo'ldi, bir necha kishi jarohatlandi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Qayd etilishicha, tabiiy ofat ba'zi hududlarda uylarni vayron qilgan. Chikago janubidagi favqulodda yordam xizmatlari qo'ng'iroqlar ko'pligidan haddan tashqari yuklama bilan ishlamoqda. 10-mart kuni sodir bo'lgan bo'ron oqibatida 10 ga yaqin odam jabrlangan. To'fon daraxtlarni qulatgan va elektr uzilish liniyalarini uzib yuborgan. Lake Village shahrida mahalliy Family Dollar do'koni va yoqilg'i quyish shoxobchasi vayron bo'lgan. Milliy meteorologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'rta G'arbning ba'zi qismlarida kuchli tornadolar, vayronkor shamollar va yirik do'l kuzatilgan. 11-mart kuni ertalab Illinois, Indiana, Kentucky va Ohio shtatlarining ayrim hududlarida tornado xavfi haqida ogohlantirish amal qilgan. Mahalliy hukumat aholidan qo'shnilari va yaqinlaridan xabar olishni hamda safarlardan tiyilishni so'ramoqda. Ma'lumot uchun, joriy yilning 6-mart kuni Michigan va Oklohomada yuz bergan tornadolar oqibatida 6 kishi hayotdan ko'z yumgan. Eron yaqin kunlarda javob zarbalarida yangi turdagi raketadan foydalanishi mumkin. Islom inqilobi gvardiyasi korpus qo'mondoni o'rinbosari general Ali Fadaviy: "Bizda suv ostidan uchiriladigan va soniyaga 100 metr tezlikka ega raketalar bor. Biz ulardan yaqin kunlarda foydalanishimiz mumkin", dedi u Eron davlat teleradio kompaniyasida.